Mana gullar, chiroyli gullar. Mana gulingiz nomi nima ekan? Mana o'zi. Rododendron. Rododendron. Mana qaranglar. Mana dollar guli, denejnik gullari. Mana rododendron ekan. Shu gulingiz nomini e'tiborasini qaytadi. Bular azaliya ekan. Boshqacha ekan-a bu azaliyalar. Qanchadan bo'lyapti buningiz? $70 ekan. Ana umumiy holatini ko'ringlar, umumiy. Mana ularingiz qanaqa gullar? Klematis emasmi? Bu jasmin. Ha, mana jasmin gullari ekan. Mana tepada gullar turibdi. Mayda. Jasmin gullari ekan, o'rmalab o'sar ekan. Sog' bo'ling. Bular ko'p yillikmi? Ko'p yil qishda yerda qoladi. Ha, mana yerda qolar ekan, ko'p yillik ekan. Bular narxi qanaqa ekan? $50 dan ekan bular jasmin gullari. Mana qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Denejnik gullar. Zolotaya ribka gullari. Mayda bargligi, yirik bargligi bor ekan. Kalanxo'ylar qanchadan ekan? Kalanxo'ylar 4000 dan. 4000 dan ekan kalanxo'ylar. Mana palmalar bu yoqda. Qorong'i bo'lgancha yaxshi ko'rinmayapti. Katta. Mana guzmaniyalar, gullar bu yoqda. Kameramga qo'yayman. Buni qanchaga beryapsizlar? 100 ming. Sotishga. Mana erkak baxti 100 mingdan ekan. Hammasi juda chiroyli holatda, juda go'zal. Gardeniyalar nechi pul? Mana gardeniyalar 100 mingdan ekan. Gardeniyalar. Shtampovoy bor ekan. Qanaqa shtampovingiz? Mana. Tegida shoxlari bo'lmaydi, tepada bo'ladi. Mana. Nima qilib turaveradimi? Mana erkak ayol baxti gullari gullab turibdi. Bu menimcha karlik. Mana umumiy holatini ko'ringlar. Qorong'i joyda Gullarni ko'p. Turaveradi qorong'i. Men ko'ryapman, ko'rib narxlarni surishtirib. Kompaktli bo'lib turibdi-da. Mana shu 100 mingmi? Mana shtampovingiz nechi pul? Shtampovingiz mana 130 ming. Zo'r ekan-a u ham. Mana erkak baxti gullari. Mana 4 ochilgan ekan mana shu. Qanchadan bo'lyapti bular? 50 ming. 50 mingdan. Zo'r narx. Nima qilamiz? Ikkalasini bering. Yo'q, ana ikkovini bering, ikkita katta. Mana ayol baxti gullari. Ay, o turdagisi. Guzmaniyalar. Bo'ldi, xola. Kelishtiring dedi, ne olayapti? Qorong'i bozor, mashinalarning chiroqlarini yoqib qo'ygan. Ja, unaqa zo'r ko'rinmayapti. Bugun villalar qanchadan ekan? 150 mingdan. 350 mingdan ekan. Mana qora shahzodalarchi? 12 mingdan kelishtirib beramiz bularni. 12 mingdan deyishdi, kelishtirib beramiz deyishyapti. Mana Fikus Benjaminlar. Chiqvolay mashinani o'rtoqlikqa qo'yib ketdi. Fikuslaringiz qanchadan bo'lyapti? 18 ming, tuveli 25 ming. 18 ming tuvagi yo'g'i, Kalishligi. kalishligi. 25 ming tuvagi ekan. Mana begoniya gullari. Begoniyalar qanchadan bo'lyapti? Kichkinasimi? Kichkinasi. Kassetaga 15 ming. Kassetaga 15 ming. Donaga 20 mingdan berishayotgan ekan. Bularni o'zingizlar yetishtirasizlarmi? O'zimizniki. Assalomu alaykum. Geranlaringiz qanchadan ekan?
Giran 7000 so'm. 7000 dan ekan geranlari. Yashigami yo dona ham sotasizlar? Yashikka ekan. Mana kitayskiy ro'zalarchi? Eski ro'za ham 7000 so'm. U ham 7000 ekan kitayskiy ro'za. Mana fikuslar. Oldidagi atirgul ham 7000 so'm. Mana karlik, bular kichkina atirgullar. Mana bunisi 4000 so'm. Mana yondagi 4000 ekan. 4000 so'm. Siyoh ranglari ham bor ekan. Ajoyib. Mana ham 4000 so'm. 3000 so'm. Fikus Benjamin 4000 dan ekan. Mana o'tdim. Yashigiga berasizlar, buni ham yashigiga. Ya Ha, donalar. yashiga u. Yashigiga ekan. Donaga faqat tuyida bor. Donaga tuvakda sotishadi faqat. Mana bu genvillalar qanchadan? Genvillalar ular 20 mingdan. 20 mingdan yaxshi. Endi gulga kiradi. Bu gulligan. Yaxshi narx ekan. Rahmat. Mana bu yoqda ham gullar bor ekan. Begoniyalar. Bu begoniyalarni o'zinglar yetishtirasizlarmi? Mana. Fikuslaringiz qanchadan ekan? Mana. Benjamin. 8000 dan ekan. Ko'pligidan adashmam qolgan. Buni yashigiga berasizlarmi yo donami? Faqat yashiga. Ana tuvakdagilar dona, sotasizlar. Ular tuvakdagilar 15000 dan ekan. Yaxshi narx. Mana ular gullaringiz geranlarida bular. 7000 dan ekan mana. Mana pepperonilar bor ekan. Bular qanchadan? 10 so'm, 7000 so'm. Mana 10000 ekan narigisi, bunisi 7000. Nima farqi bor? Men farqini Kalishda tuyida. bo'ldi. Tuvagi qimmatroq ekan, oddiy kalishdaligi arzonroq ekan. Kitayskiy ro'zalar bor ekan. Bu fikuslar qanchadan bo'lyapti? Qara shahzoda? 40 ming, maydaroq 35 ming. 35 ming, 40 ming ekan. Katta kichikligiga qarab 30 mingligi ham bor ekan. Sog' bo'linglar, bozoringlarni bersin. Mana gulning nomi nima edi? Mushkambar. Qanchadan bo'lyapti? 5000. Bu yashigi bilan yo donalab sotasizlarmi? Yashigi bilan ekan. Kalateyalar bor ekan. Kalateyalar qanchadan? 50 mingdan ekan. Mana shu yondagi nima edi? Nomi nima edi bu gulning? Aglanema. Mana 50 ming ekan. Mana atirgullar, mana erkak baxti. Bunisi erkak baxti guli. Bu ham 50 ming ekan. Yashigami, dona sotasizlar? Donalab ham sotilar ekan. Mana atirgullar, karlik atirgullar. Mana gulingiz qanchadan ekan? 15 ming. Mana. Eskidan tursa bu, eskidan tursa ekan. Mana har xil gullar. Umumiy ko'ringlar. Qorong'i bo'lganiga zo'r ko'rsatmayapti, biroq mazza qilasizlar. Taksiz pul ekan. Atirgullar qanchadan ekan? 5000 dan ekan. Atirgullar, karlik atirgullar. Tolgulinglar qanchadan bo'lyapti? Mana tolguli bor ekan. Tolgulinglar qanchadan? 25 ming sotildi. Sotildimi? 25 mingdan ekan. Rangi qanaqa uni? Ro'zovoy ekan. Bo'yi 1 70 cm taxminan. Sotilibdi. Ana geranlar, multiflora, xrizantemalar, ana atirgullar juda ham ko'p. Shefleralar. So'zi. Nechigacha? Mana aglanema donaga 30 ming ekan. Yashikka 25 ming. Ha, bo'ldi, yetkida. Kalateyalar bor ekan. Ramberga yana yuk kelyapti-kan. Menga yuk beradi. Yig'ishtirishyapti mana qaranglarda, ertalabgacha o'tirishmas ekan. Mayda, nechi pul dedi? Ha. Mana fiks Benjaminlar. Ha, davlatda berdi. Puldan hamma oladi. Ko'p yillik gullar ko'rmadim, nimagadir. Men qidiruvdim sizlar uchun ko'p yillik gullarni, hammasi tuvak gullar. Ko'p yillik gullardan faqat atirgul, o'sha karligi, oddiysi. Mana umumiy ko'rinishi.
Mana kitayskiy ro'zalar. Kitayskiy ro'zalar qanchadan bo'lyapti? Bular 75 ming. 75 mingdan ekan. Mana bu rangi ham ajoyib. Bu mahruvi ya? Mahruvi. Hozir bunchalik vaqt ochiladigan erta yeyinning. Mana to'xtamaydi. Mana umumiy ko'rinishi. Qancha zalaringiz keldimi? Bardo. Ha, bardo. Bu nechi pul? Mashinalar ham ko'p. Qolgunlar ha ketdi. Kitayskiy ro'zalar mahruvisi bor ekan. Pushti rangi. Dizaynerlar. Ular qanaqa uyda bo'ladimi, ko'chadami? Fuksiyalar qanchadan ekan? Mana. Fuksiyalar 15 mingdan. Donalab sotasizmi yo yashil? Farqi yo'q. Mana donalab ham yashil ham sotishar ekan. Fuksiyalar. Mana dona. Qanday yoni qo'ydim. Mana shu begoniyagacha agar sir bo'lmasa qanaqa ozuqa berasizlar? Men o'zim uchun so'rayapman. Agronom bor-da, Aha. o'zi biladi. Ha, sirini aytmaydi sizlarga. Mana shu aytmagani yaxshi emas. Yo'q, aytmagani yaxshi. Nimaga? Bilib olasiz-da, oldinga qaytib kelmaysiz. Tushunmadim. Bilib olasiz-da, oldinga kelmaysiz. Voh, xudoning. Sizga o'zingizga kerak, u ma'lumman qiziq. Nima kerak? Aha. Nimaga deydi? Ha. Sotuvchi. Ha, o'rtada sotasiz. Ha, bo'ldi, tushundim. Yo'q, prosta men o'zim uchun bilmoqchi edim-da, sotib olganingizni o'shanga qiziqyapman. Jana olsa joyda. Ha, shunaqa olsasi. Assalomu alaykum. Nomi nima edi mana shu gulingizni?